Xayrli kun barchaga, hurmatli I Love Shopping kuzatuvchilari. Bugun mana bir nechta mahsulotlarimiz yetib kelgan Koreyadan. Hozir birma-bir obzor qilib beraman. Qizlar, bu birinchi partiya, yana bitta partiyada bor zakazlarimiz yetib keladi bugunetda. Xo'p, Anuadan Soothing Toner, tinchlantiruvchi, namlantiruvchi toner hisoblanadi. Obyomi katta qizlar. Ayni kunlarda hozir hamma retinol ishlatishga kirishib ketgan. Shu retinollar bilan ishlatgani zo'r toner qizlar. Juda ko'pchilik retinol bilan har xil kislotali tonerlar ishlatib qo'yadi. Bu keyin yaxshigina reaksiyaga olib keladi. Shuning uchun qizlar shunaqa tinchlantiruvchi, uspokayuvchi tonerlar ishlatishni tavsiya qilaman. Bundan keldi. Keyin Anuani Pudren plus Gyaluronka serumi keldi qizlar. Bu quruq yuzlar uchun juda ham zo'r ozuqa hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi qishda juda ham mazza qiladi teri. Ham pudren bor, yog', ham gyaluronka bor tarkibida. Rosa ham zo'r namlab beradi quruq terilar uchun. Zo'r narsa. Bundan keldi. Niacinamid plus Texa keldi qizlar. Aknega, ugriga moyilligi bor qizlar uchun, undan qolgan dog'lar, ugridan qolgan dog'lar uchun, yuzidagi dog'lari borlar uchun ham zo'r ishlaydi, zo'r ishlab beradi bu seriya. Ayniqsa men juda ham ko'p ishlataman o'zim ham. Poralarga ko'p ishlataman. Poralarni qisqartirishga ham zo'r ishlaydi qizlar. Keyin boshqa brendlarning niacinamidiga qaraganda terini tez quritib yormaydi. Teri namligini saqlagan holda ishlab beradi. Juda ham zo'r narsa. Qayta murojaat qiladigan brendim bu. Bundan keldi. Keyin mana internetda rosa ham shov-shuvga ega bo'lgan Silimax retinal keldi qizlar. Retinal bu booster krem. Retinoldan kuchliroq variant. Mana bunisi retinol, bunisi retinal qizlar. Bu kuchli ajin tushgan joylaringga, komedorlarga, ugrilarga, poralarga juda ko'p narsalarga ishlab beradi qizlar. 0,1%. Mana bunisi esa retinoli. Bu bundan kuchsizroq varianti. Bu ham 0,1%li. Buni ham nimasi shu, vazifasi shu qizlar. Ajinga qarshi ishlaydi, tarkibida peptid bor. Aknelarga ishlaydi qizlar, poralarni qisqartirishga ishlaydi. Juda ham zo'r effekt beradi. Faqat farqi bu retinol, bu retinal. Mana bu bunga qaraganda kuchliroq. Shuning uchun buni surtayotganda ham kamroq dozada ishlatishinglar tavsiya qilinadi qizlar. Ikki xil variantidan ham keldi. Albatta, mana shu retinol yoki retinal ishlatayotgan paytda namlantiruvchi krem bilan ishlatilishi shart qizlar. Chunki terini biroz quritib baryerga shikast yetkazishi mumkin. Lagom, penka qolmaganida qizlar keldi. Lagomda juda ko'p narsalar qolmagan. Keyingi etapda albatta yetib keladi ular ham. Penkasi keldi. Juda ham ko'pchilikdan yaxshi otziv olaman bu penka uchun. Haqiqatan rosa zo'r qizlar. Kremoviy bu. Gelivisi bor. Gelivisini ertalabga suv kamlik qilganda ishlatish tavsiya qilinadi. Bu kremoviy, bu kuchliroq tozalaydi terini. Keyin mana mild moisture kremi tugaganida. Qizlar, bundan o'zim doimiy ishlatib yuraman. Keyin juda ko'p klientlarimga tavsiya qilaman. Zo'r namlab beradi terini. Mana yog'li terilarga ham zo'r tushib qo'yadi. Hozirgi qishda ayniqsa maza qilib ishlatasizlar. Retinol bilan ham yaxshi chiqishadi qizlar. Vitamin C bilan ham yaxshi chiqadi. Umuman kislota ishlatayotgan qizlar bo'lsa, mana shu serumni yopish uchun tavsiya qilaman qizlar. Rosa ham zo'r krem bundan keldi. Keyin mana bu Green Tomato'dan qizlar keldi. Bu rosa ham zo'r, juda ham ko'p tavsiya qilganman qizlarga. Poralarni yopish uchun eng zo'r ishlab beradigan ampulalardan biri. Bu so'ngbonga tegishli qizlar. Buni penkasi ham bor sotuvda, toneri ham bor. Toneri 300 ml katta idishda bo'ladi toneri. 2 kishi olib bo'lish olsanglar ham bo'ladi. Mana bu ampulasini bitta flakon tugatganinglarda yo'q, rost mana poralar qisqarganini sezasiz qizlar. Rosa ham zo'r narsa, olib ishlatishlarni tavsiya qilaman. O'ziga yarasha yaxshi brend bu ham. Qizlar, bugun kelgan mini zakazlarimiz shular. Keyingi partiya yetib kelishi bilan uni ham obzorini qo'yaman. Hamma mahsulotlarning opisaniyalari, narxlari Telegram kanalda yozilgan bo'ladi qizlar. Bemalol o'tib ko'rishinglar mumkin. Kimga kerak bo'lsa, men Telegram silkani tashlab beraman, bemalol yozinglar.